Qoyili planirovkani boplab qo'yishibdi-yu, 57 kvadrat metrli uyga 3 xonani sig'dirishganiga qoyil. Skvoznoy joylashgan ushbu kvartiramizni binoni har ikki tomonida ham oynalari bor. Havo almashtirishda qo'l keladi. Balkoniga ega mehmonxonaga yumshoq mebel, televizor hamda servant o'rnatishgan. Hojatxona va vanna xonalari alohidadan joylashganligini ko'rishingiz mumkin. Oshxonada barcha kerak bo'ladigan jihozlar va texnikalar bor. Uyni isitish atapleniya orqali. Duh-konter kotel ham oshxonaga joylashtirilgan. Eng so'nggi xonalarimiz esa kattalar va bolalar yotoqxonasi. O'zingiz va ikkita farzandingiz uchun barcha qulayliklar qilingan. Remont holati yaxshi. Yumshoq mebel, oshxona mebel, detskiy mebel, shkaf, xolodilnik, kirmoshina, konditsioner qoladi do'stlar. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan esa umuman muammo yo'q. Atrofida esa maktab, bog'cha, supermarket, bolalar o'yingohi hamda san'at saroyi joylashgan. Narxi $35,000 tashkil qilmoqda. Albatta kelishiladi. Narxiga arziydimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Egalar raqami ekraningizda, bemalol aloqaga chiqib, savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi. Manzil Farg'ona shahri, shahar hokimiyati orqasida Grand mehmonxona yaqinida. 16-uyning 5-xonadoni, 7 qavatli binoning 7-qavatida lift ham mavjud.